Assalomu alaykum qadrli do'stlar, futbol ishqibozlari. Hamma joyda ma'lumotlar rosa ko'payib ketyapti. O'zbekiston yutqazadi, yutadi. I podkastlar ko'payib ketyapti-da, har xil gaplar. Endi bunday realni olsak, Portugaliya, Kolumbiya, Kongo hammasi bizdan O'zbekistondan reyting bo'yicha ustun, to'g'ri. Lekin ular ham borni berib o'ynaydi. Jahon chempionatida hamma borni berib o'ynaydi-da. Qayerdadir O'zbekiston o'tib qolishi mumkin. Chunki hozirgi kunda Karnavarani aytayaptiki, futbolchilar Kanada bilan tashamadi, yengildi. Zaminani misol uchun futbolchilar sinab ko'ryapti-da har bir o'yinda Karnavarni. Bu ham обычный anov kelgani yo'q shunday. Jahon chempioni bo'lgan, kubokni ko'targan o'zi. Shuning uchun endi hammasini sport oldidan hech narsa deb bo'lmaydi. Ya hammasi o'zi ochilib qoladi o'yin boshlansa. O'shaning uchun qaydadir o'tib qoladi-da O'zbekiston. Ishonamiz, guruhdan chiqadi inshaalloh. Shuning uchun hozir endi bugun Niderlandiya bilan ba'zilar aytayaptiki, yengiladi, unda yoki yutadi. Niderlandiya 7-o'rinda turibdi reyting bo'yicha. Yutqizsam ajablanmayman, chunki o'rtoqlik o'yinda Karnavar o'yinchilari ba'zilarini sinab ko'rsam, yutqizsam, endi yutsam nima bo'lishi aniq emas. Prosta futbolchilar ayab, bilib, qaysini asosiy tarkibga kiritib, jahon chempionatiga 3 ta o'yinga Kolumbiya, Portugaliya, Kongoga qarshi o'yinga bilib oladi-da, o'shani ko'ryapti deb o'yladim. Endi o'zim fikrim, shaxsiy fikrim. Shuning uchun yaxshi natijalar kutib qolamiz jahon chempionatida.